Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, Eshon ishqibozlari, kanalimiz a'zolari. Xudo xohlasa keyingi zakasimizni ham o'rnatdik mana. Bu zakasimiz Andijon viloyati Bog'shamol dahasiga o'rnatdik. Bu yerga 2 teshik 2 tarom tayyorlaganmiz. O'tgan safar videoda qildik, mana hozir joy-joyiga o'rnatdik. Mana ishlarimiz o'rnagan holatlari bemalol ko'rishingiz mumkin. Bugungi sanamiz 12 mart, hafta kuniga payshanba 2026-yil. Ofisimiz holatlarini bemalol ko'rishingiz mumkin. Ochilib yopilishlarini. Kanalimizda yangi bo'lib turganlar obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysanglar, xudo xolasa keyingi videolarimizni ham birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Ishlarimiz yo'q ekan bo'lsa, layklarni ham maymislar degan umiddamiz. Musofirda yurgan aka-ukalarimizga ham Telegram, WhatsApp orqali podlisa qilib qo'ysanglar, xudo xolasa chunki manaqa eshik deraza yog'ochdan, MDFdan so'raganlarga bemalol jo'natib qo'ya olasizlar. Mana ishimizning holatlari. Aynalar mana uni germetiklar bu chiroyli qilib qo'yib berdik. Zamoklari ham original zamok. Nomerlarimizni aytib o'tamiz. Nomerlarimiz 90 763 12 61. Telegram, WhatsApp, imo bor. Bemalol musofirda yurgan aka-ukalarga jo'natib qo'ya olasizlar. Boqa tomonlardan ham ko'pchilik so'rayapti. Boqa tomonlarga dastavkalarimiz bor. Bexijolat aloqa chiqishingiz mumkin. Vodiyga ustunovga dastavka kelishilgan narx ichida. Unga bir ustunovkasiga boshqasiga unaqa pul qo'shilmaydi, boshqa qilinmaydi. Faqat shu Boqa tomonlarga dastavkasini kelishamiz. Uni mana chiroyli qilib aytgan razmeriga tayyorlab beramiz. Bemalol ustunovka qo'la oladi. Endi bizga o'zi uzoqlik qiladi, rasxod ham ko'payib ketadi. O'zimiz bor ustunovka qilib beray desak, shuning uchun ularga dastavka qilib chiqarib bersak, shunda qulay bo'ladi. Rasxod ham kamroq bo'ladi. Shu dastavkaga rasxod bo'ladi xolos. Mana aynalarni ham oq ayna qilib berdik. Romimizni aynalari ham germetik qilingan. Cheka ochiladi, xudo xolasa. Mana holatlari. Bu laklangan eshiklarimiz, yana ranglarga boshqasi hamma turidan bor. Oq deganlarga, oq so'raganlarga oqdan ham sachib bera olamiz. Bu lakligi. Hop, bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa yana videolar qo'yib boramiz. Obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar degan umiddamiz. Layklarni ham bosib, Telegram, WhatsApp orqali bemalol podlisa qilib qo'yishingiz mumkin. Sog' salomat bo'lasizlar.